Mana rakvinamizni ichki suv ketadigan joyini tayyorlab oldik. Endi buni o'rnatish jarayonlari bilan sizlarni tanishtirib boramiz. Mana aziz kuzatuvchilar, mana hozir on tarafimiz orqa tarafini bir kishi ko'taradigan yengil narsa bo'ldi. Orqa taraflarini sizlarga ko'rsatamiz, ichki qismlarini. Xo'sh, mana ichki qismlari endi mana bu detalimizni mana bu yerga qo'yib olamiz. Bu detalni bu yerga qo'yishimizdan oldin mana germetikalab olamiz. Germetikalash jarayoni mana davom etyapti. Mana germetikaladik. Endi buni qo'yib olamiz. Qo'ydik. Endi buni atrofini serfiyankalab granit kilayda kilaylab olamiz. Mana serfiyankalarini ham yopishtirib oldik desa ham bo'laveradi. Shu serfiyanka chiqaradiganlarga-da kley kamroqmi, yopishtirgandan keyin yopishmaydi, qo'yib yuboryapmiz. Mana qo'yib yuboryapti. Xullas serfiyankaladik. Endi granit kilaylaymiz, o'sha granit kilay ushlab qoladi. Keyin yana kamlik qilsa, yana serfiyankalaymiz. Xullas o'rnatish jarayonlarigacha sizlarni tanishtirib boramiz. O'rnatish jarayonlari va kilaylash jarayonlari keyingi qismlarda xudo xolasa qo'yib boramiz.